Davom etamiz. Poytaxtimizdagi jamoat transportlarida, aniqrog'i avtobuslarda elektron to'lov shakliga to'liq o'tilganiga ham 3 oy vaqt bo'ldi. Ya'ni joriy yil boshidan buyon naqd puldagi to'lovlar qabul qilinmayapti. Tan olish kerakki, bu vaqt davomida tizimdagi bir qator kamchiliklar yuzaga chiqdi. Xo'sh, bugun ular qanchalik bartaraf etilmoqda? Bu borada fuqarolarning to'lov madaniyati qay darajada shakllandi? Hozirgi reportajda aynan mana shu mavzuga to'xtalamiz. Har kuni erta tongdan ishga yoki o'qishga biror manzilga otlangan yurtdoshlarimizning aksariyatini jamoat transportlarida, xususan avtobuslarda uchratamiz. Shundan kelib chiqsak, mazkur transport vositalari poytaxt aholisi va shahar mehmonlari uchun qulay va birlamchi bo'la oladi. Ammo yil boshidan joriy etilgan tizim ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgani ham bor gap. Xo'sh, yangi to'lov shakli yo'lga qo'yilishi bilan qanday masalalarga barham berildi-yu, nimalarga erishildi? Jamoat transportiga bo'lgan ishonchni orttirdik. Shofyorni, haydovchini to'liq e'tibor faqat yo'lga qaratildi. Biz ularni to'lovlardan, qaytim berishdan ozod qildik. Avtobus keladi, o'sha belgilangan bekatda to'xtaydi, odamlarni tushiradi, chiqaradi, ketaveradi. Ochiq aytish kerak, yurtdoshlarimizning to'lov madaniyati yaxshi shakllangan, ammo guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlaridek, haligacha jamoat transportlaridan hech qanday to'lovsiz foydalanayotganlar ham uchramoqda. 3 oydan beri bunday vaziyatlarda fuqarolarga faqat tushuntirish yoki ogohlantirish berilgan bo'lsa, aprel oyidan boshlab kuchaytirilgan reyd tadbirlari boshlandi. Shu o'rtog'imni kartasini olaman, puli bor deb o'ylabman. Bloklangan karta ekan. O'zingizda karta yo'qmi? Yo'q, hali ochtirmaganman. Qancha miqdorda jarima so'radi? 18,5 ming, 18 ming shunaqa. Kuchaytirilgan reyd tadbirlari boshlandi 1-apreldan. 1 kunlik yo 3 kunlik yo 1 haftalik emas. Doimiy barcha nimada inspektorlarimiz avtobus ishida ham, katta ostanovkalarda ham, ertalab час pik payti ham, kunduz ham turli paytlarda istalgan payt inspektor chiqib reydlarni olib boradi. Hurmatli yo'lovchilar, agar sizda ham karta bo'lmasa, jamoat transportidan hech kim ko'rmaydi-ku deb bepul foydalanishni emas, infokiosklardan elektron chipta xarid qilish yo'lini tanlang. Kiosklarni aynan bekatning o'zidan yoki bekat hududidan 150 metrdan uzoq bo'lmagan masofadan topishingiz mumkin.